Bo'ga tumani jamoa xo'jaligida uzoq yillar raislik lavozimida xizmat qilib kelgan Yo'ldosh Hojimatovning 100 yillik yubileyi munosabati bilan ularning hayoti biz uchun ibrat mavzusida 3 avlod uchrashuvi o'tkazildi. Hozirgi lavha shu haqda. Jamiyat taraqqiyoti avvalo avlodlar uzviyligi va tajriba davomiyligi bilan belgilanadi. Ota-bobolardan meros bo'lib kelayotgan hayotiy saboqlar, mehnat an'analari va ma'naviy qadriyatlar yosh avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Ana shunday ezgu maqsadlarni ko'zlab tashkil etilayotgan 3 avlod uchrashuvi tadbirlari avlodlar o'rtasida mustahkam ko'prik yaratib, keksalar donishmandligi, o'rta avlod tajribasi va yoshlar shijoatini bir maqsad yo'lida birlashtirishga xizmat qilmoqda. Ushbu tadbir ham ayni shu jihatlari bilan ahamiyatli bo'ldi. Tadbirda Nuroniy jamg'armasi Toshkent viloyati bo'limi hamda Bo'ka tumani hokimligi vakillari, shuningdek Yo'ldosh Hojimatovning farzandlari, shogirdlari, faol nuroniylar va yoshlar ishtirok etdi. Uchrashuv davomida Yo'ldosh Hojimatovning hayot yo'li va mehnat faoliyati, shuningdek uning oilaviy qadriyatlari va jamiyatga qo'shgan hissasi keng yoritildi. Yo'ldosh Hojimatov Bo'ka tumanida oddiy dehqon oilasida dunyoga kelgan. U bolaligidan mehribonlik, halollik va mehnatsevarligi bilan ajralib turardi. U mehnat faoliyati davomida ko'plab yutuqlarga erishgan bo'lib, bir qator ordenlar bilan taqdirlangan. Umumiy mehnat faoliyati 41 yilni tashkil etgan bo'lib, bu davr davomida u jamoadagi ishlarga boshchilik qilgan. Qishloq xo'jaligi sohasida yangi yondashuvlarni joriy etib, ko'plab shogirdlarni tarbiyalagan. Yo'ldosh Hojimatov 1982-yil 28-aprel kuni vafot etgan bo'lsa-da, uning ishlari va hayotiy tajribasi hamon avlodlarga ibrat bo'lib xizmat qilmoqda. Tadbirda ishtirok etganlar Yo'ldosh Hojimatovning fidoyiligi, mehnatsevarligi va jamiyat rivojiga qo'shgan hissasi haqida so'zlab, kelajak avlodni uning mazmunli hayotidan o'rnak olishga chaqirdi.